Salom do'stlar, sizlar bilan men bugun Artyom xush kelibsiz. Bugungi videorolikda men sizlarga o'zim yoqtirgan Mastercraft'dagi chotki modni ko'rsatib o'taman. Bu вообще zo'r. Bu mod haqida hozir qisqacha aytib o'tirmayman. Hozir ko'rasizlar-ku barmi? Mana. Qaranglar. Bu yerda Yarks modi. Yarks bilan baland qiladi. Polni baland qilsalar, hamma joy o'piq bo'ladi. Bu aslaha modi. Menda bosh kiyim bor. Shu uchun ko'rsatyapti. Bu yerda menda qilich bor. Faqat bu ana qilich bor oxirga qo'yganim uchun bu yerda ko'rsatiladi. Va bu o'sha sizlarning kreativ moddagilar va itemlarni ko'rsatib o'tadi. Bu esa F1 sizlarga polni hamma narsa bo'ladi. Bu degani sizlarning tugmachalarni yo'q qiladi. Sizlar uy qursalar, uni qanaqadir tarzda kamerada qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana shu yoqqa bossalar u yo'qoladi. Va men bu oxirgisi bosamiz. Va sizlar bunday qilishingiz shart emas, qaranglar. Ko'rdinglarmi? Videomiz shu bilan tugadi. Like bosib, obuna bo'linglar. Bu kam bo'ldi, chunki men buni o'ziday obzor qildim. To'xtanglar, bitta narsa esimdan chiqibdi. Bu yerga bossalar, qaranglar. Sizlarda har xil invertorlaringizga bunaqa qiladi. Nima? Oddiy chiziqlardan charchagan bo'lsalar, bu yoqda bunaqalari ham bor. Bu yoqda invertorlaringizni ko'rsatadi. Ko'rabsizlar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan video tugadi. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Aytgancha, meni o'rtog'imning ham gapi bor. Xayr, do'stlar. Hammalar obuna bo'lib, like bosinglar. Buni gapga kirib like bosinglar, qancha like bosinglar, ko'p aktiv bo'ladi va videoni ko'p chiqaraman. Sog' bo'linglar.